Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarındaşlar. Yani bir hoş xabardan birini sizlarga deyman. Bu bo'lsa Xalqaro ayollar axborot fondi tarafidan ta'sis qilgan axborotchilik jasorat mukofotini bugun bizningki suyumli qizimiz, qahramon qizimiz Gulchehraga, Radio Free Asia'da ishlaydigan Gulchehra qizimizga, bizning bir qahramon qizimizga berilganligini anglab, bütün dunyoga o'z og'zim bilan men bir ilan qilgim kelib ketdi. Nima uchun degan vaqtida mukofot hammamizni oldim. Men 13 qitim oldim. Boshqalarni elyotdi. Lekin Gulchehraning olgan bu mukofotini hech qaysimizga o'xshamaydigan bir tarafi menga ma'lum. U nima degan vaqtida Gulchehra qizim mush 20 yildan beri, mush 20 yillik o'zining axborot sohasida ishlash jarayonida axborotchi emas, Uyg'urning jangchisi bo'lib ishlagan bir go'zal qiz. Bu qandaq vatanda 5 yil kichik balalarimiz, sabiy balalarimiz uchun ishladi. O'zi siyosiy jihatni o'ttirg'i chiqamizmi? Nayt ustulik bilan balalarni qandaq yetaklash to'g'riliq programmalarni ishlab, osh xizmatini qildi. Uningdan keyin bu bütün o'zining vatandagi imtiyozini tashlab, bu vatanda oldig'i bor, kayligi yo'q Gulchehra bu oila tabobatlari bilan shu yerdagi imtiyozni tashlab, men erkin nafas oladigan yerga chiqib, xalqimning ovozini anglataman deb Radio Free Asia'ga keldi. Kelgandan ta hozirgacha Uyg'ur xalqining hech kim ololmagan axborotlarni elib, hech kim ocholmagan narsalarni ichib, masalan biz burunqi demay ishlagan narsalarni Gulchehra xonimning mushu 5 yil 4 yil ichida mushu lager jarayonida Gulchehra xonim nurg'un ocholmagan axborotchilar ocholmagan sirlarni ichib axborotning o'rniga berdi. Masalan, axborot o'rinlariga berdi va Radio Free Asia va siyosiy o'rinlarga, uningdan sir tashqi ishlar ministriga, kongressga hammasi Gulchehra xonimning qizib chiqib, hech kim ocholmagan oshqishlarni ichib kirgan yerdagi materiallarni ishlatdi. Shuning uchun butun dunyo mushu mukofotni, mushu qahramon bir ayolga berish qaroriga keldi. Gulchehraning bu mukofotni olishi Uyg'urlarga nima uchun xo'sh xabar degan vaqtida, yana mushu Gulchehraning tunilishi bilan billa Gulchehra orqali nurg'un axborot o'rinlari Gulchehra xonim orqali vatanimizning ichida ko'milib yotgan, ya'niki fojialarni qizib chiqish uchun yana bir qitim bizga ish ichiladi degan gap. Gulchehra xonim bu qitim ashqam Uyg'urlarningki emgakda qon qulluqninkini tatib chiqib paketlarini açıqdi. Uningdan boshqa mush ish a'zoyini setishni, doktorxonalarning oqsudagi o'rinlarini hech kim topolmaydigan maxfiy narsalarning hammasini ochib dunyo bilan tutashtirdi. Gulchehra xonim ash lagerning ichidagi ayollarni qiynayotgan bolalar voqeasi, ish a'zoyini setish voqeasi, qulluq voqeasi, maxfiy o'ltirish voqeasi, odamlarni ko'ydirib qanday qilayotganligining hammasini qo'rqmay yurakli holda nurg'un to'salg'ilarni besib, nurg'un besim ostida, ichki tashqi besim ostida Gulchehra xonim bizning dardimizni dunyoga axborot orqali anglatdi. Biz shunga mushundaq axborotchi qizlarimizning dunyo sahnasiga chiqib ko'rinishi, yani bizden içilmeyotgan, yani Xitay yuşurayotgan nurg'un narsalarning ichilishi uchun yana bir qitim ko'rik soldiganligi, Uyg'ur ayollarınınki, Uyg'ur xonim qizlarining axborotchilarining qo'rqmay yuraklik nozig'un va shuningdek Ipar xonim va shuningdek nurg'un bizning qahramonlarimiz, Rezvangulda qahramonlarimiz, ash tankining oldida turgan onalar, ash ko'kmaykilik qizlar, yig'layotgan qizlar uchun minglab Gulchehra xonimning maydonga chiqishini umid qilamiz. Men bugun bütün Uyg'ur xalqi nomidan, o'zimning oilam nomidan, vatandagi shehidlarimiz, ish a'zoyi setilganlarning oila tabobatlari va shularning bir ko'zi bizga tandirgan ko'zi nomidan Gulchehra xonimga mukofot bergan o'ringa rahmat aytaman va Gulchehra xonimga rahmat aytaman. Gulchehra xonimni tarbiyalagan oila tabobatlariga rahmat aytaman va Gulchehra xonimning mushunda xizmatlarni ishlash uchun sharoit hazırlab berayotgan Radio Free Asia'dagi sabdashtirigimga rahmat aytaman. Rahmat Gulchehra xonim, yo'lishingiz Arslan efendiga rahmat, bolaringizga rahmat sizga moslashgan. Shuning uchun men bugun o'zimning bir onalik, bir ayollik va o'zimning xalqimga bo'lgan bir umr mushundaq
yoshlar chiqskan, mushundaq haqiqiy xizmat qildiganlar chiqskan, xalqimning davosini dunyoga ochqisi degan orzularimni amalga oshirayotgan barliq qizlarimga rahmat aytaman. Rahmat sizlarga.